Fabrikamiz aptekasi. Aptekada nimalar bo'lishi kerak? Birinchi o'rinda konditsioner. Xonadagi temperatura doim 20 gradus. Bir boshdan boshlaymiz. Yod 5%li. Favqulodda vaziyatlarda ishlatiladi. Aralash infeksiyalarda, o'ta yuqumli kasalliklarda birdaniga podochka ko'tarilib ketib qoldi, lekin nima diagnoz qo'yishni bilmayapsiz. Birinchi o'ylab shundan boshlasangiz bo'ladi. Kasallikka aniq diagnoz qo'yib olgunizgacha. Askarbinka, asosan qon suyultirish. Qon suyultirganingizdan keyin yurakka nafas tushmasdan ishlaydi. Asosan 30-35 kundan keyin yuzalarga ko'p beramiz. Nimaga? Chunki qon qo'yiladi. Qon qo'yilgan paytda yurakka nafas tushadi. Askarbinkani bersangiz, bir mahal berib turasiz. Kunduz asosan qon suyulgan hisobiga yurakka ortiqcha kuch tushmaydi. Yurak bemalol ishlaydi. Xo'p, undan keyin Flora-Balance probiotik doimiy ravishda ishlatiladi. Bitta paketda 750 gram bo'ladi. Bunisi suvda eriydigani. Yani boshqasi bor, bu yemga qo'shib berilgan. Bu suvda eriydigan, suvda eruvchani. Mana shu bitta paketi 3 tonna suvga, 1 tonna suvga 250 gramdan vitaminlar bilan aralashtirib bersangiz bo'ladi. Misol uchun AD3 plyusi, hop, Yeselen, B kompleks и Supervit. Odatda AD3 plyusi Forteni 10-15 kungacha beramiz. Vaksinadan oldin keyin Yeselen, antibiotiklardan keyin B kompleks, umumiy barcha vitaminlar bor ichida. Bu kun yosh tanlanmaydi, bu bersangiz bo'laveradi. Supervit Forte, minerali, amino kislotasi, vitaminlari hamma yo'dan bor bunda. Keyin bular bilan doimiy ravishda har doim probiotik birga qo'shib beriladi. Lekin xo'jaligimizda hozirgi paytda 70 ming tovuq bo'ladigan bo'lsa, 70 mingdan ortiqroq tovuq bo'ladigan bo'lsa, 70 mingga doimiy ravishda 70 litr vitamin hisoblaymiz. Hammasini aralashtirib 70 kilogram probiotik hisoblaymiz har partiyaga. Ya'ni 70 litr vitamin har xildan bo'ladi. Bundan misol eng ko'proq bundan olamiz. 70 litr bo'lmaganda AD3dan 30 litr, Yeselindan 20 litr, qolgani Supervit, B kompleks. Shular. Keyin ko'proq nafas yo'liga ishlaydigan bo'lsak, Bramingel bilan Ayurvedni doim birga qo'llab ishlatamiz. Yaxshi effekt beradi. Medquinol, enrofloksasin tarkib. Asosan jo'jani shu bilan boshlaymiz. Laboratoriya xulosa bersa, chunki o'zimiz bilamiz. Laboratoriya ko'proq shunga xulosa beradi. Tekshirib ko'rganimizdan. Ko'pchilik buni ishlatmaydi. Desmet. Bu asosan xonani dezinfeksiya qilish uchun, dizbariyerlarni kirish joyidagi dezamatlarni dezinfeksiya qilish uchun, keyin xonani dezinfeksiya qilish uchun. Buni jo'ja bor paytda jo'jani ustidan sepsangiz ham bo'ladi. O'ta yuqumli kasalliklarni oldini olishga yordam beradi. Juda yaxshi. 100 grammi 10 litrga ishlatsangiz bo'ladi bemalol. Yaxshi effekt beradi. Keyin Arnitil. Bu kasallik tanlamaydi, umumiy. Shirokiy spektr, keng ta'sir doirasiga ega. Undan keyin Medico tarkibi kalsiy sulfat asosan salmonellóz bilan koliga davolash va profilaktika uchun. Odatda men Medico bilan Arnitilni kombinatsiya qilib beraman. Ya'ni Arnitilni 24 soat beramiz. 12 soat Arnitil, 12 soat Medico yoki 12 soat Arnitil, 12 soat yod yoki 12 soat yod, 12 soat Medico. Profilaktika uchun, aralash infeksiyalarga qarshi. Yod bilan antibiotik ishlatish yaxshi effekt beradi, ya'ni yodni samarasini kuchaytirib beradi. Oksitratsin asosan oshqozon ichakdagi kasalliklarga qarshi doimiy ravishda turadi. Chunki yemda o'zgarishlar ko'p bo'ladi.
asosan koksiduz chiqqan paytda birga qo'llaymiz. Koksiduzga koksimid. Ya'ni koksiduz qo'llaydigan bo'lsa, koksimid ham beramiz. Davolash maqsadida undan tashqari oksitroskin ham beramiz. Shu endi qolgan dorilar bor, ular ishga turibdi. Ular florfenikol bor, tilmikazin bor. Keyin mana bu sultan bor. Sulfadiazin, trimetraprim. Asosan bu nafas yo'li bilan oq qonni yaxshi ishlaydi. Kasalliklardan keyin profilaktika qilib asidi berib turamiz ora-orada. Shu har doimgidek spreyga gliserin. Shular. Bu probiotikimiz O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Bionurdan. Odatda o'zi bu fabrika odamlar uchun probiotik ishlab chiqaradi. Hozirda parrandalar uchun ham, umuman parrandalar uchun ham, hayvonlar uchun ham ishlab chiqaryapti probiotik. Hayvonlarga mos shtammlardan. Bu probiotikda faqat parrandaga emas, qoramoq, qo'y, echki, it, mushuklarga ham berishlaringiz bo'ladi. Bu suvda eriydigan yana bittasi bor, bu yemga aralashtirib berish uchun. Biz bu fabrikada asosan start yemiga shu probiotikni faqat yemga qo'shiladiganini qo'shib beramiz. Keyinchalik suvdan beramiz, lekin start yemiga shu probiotikni yemga aralashtirib chiqarib beramiz. Chunki o'zimizda yemliklarimiz bor. Yaxshi effekt beradi. Ya'ni bir vaqtda o'zida ham yem orqali probiotik ham kiraveradi. Endi antibiotik ham berasiz o'sha dastlabki kunlarda, lekin antibiotik ham o'z ishini qilaveradi, probiotik ham o'z ishini qilaveradi. Ya'ni antibiotik bilan probiotikni bir vaqtda qo'llab ketsangiz bo'ladi. Imkon qadar. Hozircha shular.